Biz hiç qanday teşkilat, hiç qanday kişi, hiç qanday devlet, hiç qanday şahsiyet, hiç qanday rahber, hiç qanday siyasun, hiç qanday kuchga tayanmasın. Ularning bizni qo'g'dab qizib qo'yishini intilib umid qilmasdan biz o'zimizning iymoniga ishongan holda ba yo'q g'olib va mag'lub bo'lish buni hech qanday bir shaklda nuqtai nazarimizda tutmasdan biz mücadelemizni davom etishimiz kerak. İnşallah bundan keyin oldimizda tutadigan har turli qiyinchilik, mushaqqat va mücadelede biz elhamdülillah oxirgi tiniqimiz to'xtagan qadar bor. Kerak bo'lsa jihat, kerak bo'lsa siyoset, kerak bo'lsa qanday sohada kerak bo'lsa elhamdülillah bu millet, bu ümmetning parçası bo'lgan bu iymonli mujohid bir millet oyoq turdi, buni davom qilish kerak. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi o'rtaq qarash, fikr va siyosiy yo'linish bilan harakat qiladigan ommaviy siyosiy tashkilotlarning xalqaro sahnada Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishini ilib berish uchun tashkilotlar aro hamkorlikni qanot yoydirish va mas'uliyatni o'rtaq ustiga elish tasavvuri bilan qurilgan ust birlikdir. Birlikning bosh organi Turkiyaning Istanbulda bo'lib, Shvetsiya, Gollandiya, Finlandiya, Malayziya va Pokistonda cəmi 21 rəsmi a'zo tashkilot birlikning nishoni va planlari asosida harakat ilib bormoqda. Birlik Sharq Turkistonning milliy kimligi va ijtimoiy siyosiy qimmat qarashlarida ching turadigan milliy va muhofazakor bir siyosiy ijtimoiy tashkiliy harakatdir. Birlikimizning 2023-yili ilib borgan muvaffaqiyatli xizmatlari tövəndikcə. Sharq Turkiston jamiyatining har qaysi qatlamlari, Turkiya va har qaysi davlatlardan kelgan har sohadagi ommaviy tashkilotlarning boshliqlari, ulamolar, akademiklar, jamoat arboblaridan tarkib topgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining kengaytirilgan oliy kengayishi 2023-yillik 1-qitimliq yig'ini 6 yanvar Istanbulda o'tkazildi. Tashkilotlar Birligining o'rinlashtirishi bilan 30 dan ortiq diniy ulamo va 55 dan ortiq ommaviy tashkilot 15 yanvar Istanbulda Xitoyning islom dunyosidagi tashviqoti qarshi birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Dunyoga dangliq diniy ulamolar, akademiklar, siyosatchilar, jurnalistlar va Sharq Turkiston diaspora vakillari axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashdi hamda birlashma bayonot e'lon qildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Sutuqburaxon ilm va madaniyat vaqfi va Baytul Amana instituti tarafidan 3 fevraldan 5 fevralgacha Istanbul munozara mahoratlari tarbiyalash uchrashuvi Istanbulda elib berildi. Kursimizga dunyoning har qaysi joylaridan 50 dan ko'proq tanlangan Sharq Turkistonlik yoshlar qatnashdi. 1997 yılı 5 fevral G'ulji qatliamini xotirlash va Xitoyning qilgan qatliamiga qarshi noroziligimizni ifodalash uchun 2023 yılı 5 fevral Istanbul Xitoy konsulisining oldida Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. 6 fevral Turkiyaning 10 shahrini o'z ichiga olgan yer tevrashda Tashkilotlar Birligi nomidan jiddiy safarbarlik chaqiriqi e'lon qilindi. Safarbarlik chaqiriqimizga 300 ga yaqin xalqimiz ovoz qo'shdi. Birlikning rahbarligida afat rayoniga orqa-orqadan borgan 3 cho'ng jiddiy yordam guruhi va uningdan boshqa bir necha kichik guruhlar afat rayonida har kunligi 10 ming kishilikdan ko'proq tomoq tarqatdi. IHH va afat tashkilotlari bilan birlikda oldingi va orqa saf qutqizish xizmatlariga yordamda bo'ldi. Birlikning rahbarligida e'lon qilingan safarbarlik chaqiriqi natijasida xalqimiz 10 millionga yaqin yordam pulini i'ona qildi. Bu yer tevrashda Tashkilotlar Birligi bo'lish sifatimiz bilan 15 millionga yaqin yordam afat rayoniga avatildi. 24 fevral Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulloh O'g'ilxon apandimning yetakchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston masalasini islom dunyosida kun tartibga keltirish doirasida Malayziya ziyoratini boshladi. Bir hafta davomlashgan Malayziya ziyorati jarayonida Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti rasmiy qurilgan bo'lib, 3 mart Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda mazkur tashkilotning ichilish murosimi o'tkazildi. İçilish murosimiga Malayziyadagi ommaviy tashkilotlar, olimlar, akademiklar, axborot vakillari, hukumat vakillari, parlament a'zolari va siyosiy partiya vakillari ishtirok qildi.
8 Mart Ayollar Kuni munosabati bilan Tashkilotlar Birligi boshchiligida Sharqi Turkiston Nuzugum Oila va Kultur jamiyati, Sharqi Turkiston Inson haqlari kuzatish jamiyati, IHH ayollar sho'basi, Ko'chmanlar haqlari tashkiloti va Malayziya musulmon yoshlar tashkiloti birlashib, Sharqi Turkistonda ayollarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni kun tartibga keltirish uchun Istanbul Fatihda birlashma axborot bayonoti e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi 14 Mart 2023-yili tunji qitimliq kengaytirilgan kengash yig'ini ochdi. Yig'inda Tashkilotlar Birligi a'zo tashkilot mas'ullariga o'tgan 1 yillik xizmat va moliya doklati berildi. Sharq Turkistonlik va Malayziyalik o'quvchilarning o'zaro kultural aloqani kuchaytirish uchun 31 Mart ikki davlat o'quvchilari orasida iftor programmasi o'tkazildi. Faoliyat Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Malayziya Musulmon yoshlar harakati tashkiloti, Malayziya o'quvchilar uyushmasi Turkiya sho'basining hamkorligida tashkillandi. Faoliyatda Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji birlikka vakolatan so'z qildi. Sharq Turkiston qarindoshlik iftor uchrashuvi 2 aprel Istanbulda o'tkazildi. Faoliyatni Tashkilotlar Birligi tashkillagan bo'lib, Istanbulda faoliyat qilayotgan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlarining rahbarlari, Turkiyadagi nopozliq faoliyatchi va siyosatchilardan boshqa Sharq Turkistonliklardan 3000 ga yaqin kishi qatnashdi. 2 aprel yakshanba kuni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi Barin inqilobining 33-yilligini xotirlash va shahidlarning ro'yiga duo qilish iftor faoliyati o'tkazdi. 1990-yili 5 aprel yuz bergan Barin qirg'inchiligining 33-yilligini xotirlash hamda Xitoyning Sharqi Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik qilish jinoiy qilmishlarini kun tartibga keltirish uchun Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida namoyish hamda axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. 8 aprel shanba kuni Taksim jamoasida Istanbul Musulmonlar Majlisi va Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Istanbulda yashayotgan chet ellik o'quvchilar uchun iftor faoliyati o'rinlashtirdi. Tashkilotlar Birligining bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji, Sharq Turkiston Nuzugum Kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim va birlik vakili Muyassar Amin xonimdan tashkillangan bir hay'at 10 aprel Malayziyaga yetib bordi. Hay'at ziyorat davomida Malayziya jamiyatidagi barliq ta'sir kuchiga ega ayollar tashkilotlari, ayol siyosiyonlar va ziyoli qatlami hamda ta'sir kuchiga ega shaxslar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirdi. Muhokama yig'inlari uyushtirish, ayollardan tashkillangan ijtimoiy tashkilotlarni, taratqularni ziyorat qilish, siyosiyonlar va parlament a'zolari bilan ko'rishish orqali Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirdi. Birligimizning Malayziya ziyorati bir hafta davomlashdi. Ramazon oyida Tashkilotlar Birligi nomidan qiyinchiligi bo'lgan 2000 oila Ramazonlik yordam bilan ta'minlandi. 23 aprel Tashkilotlar Birligi tarafidan Istanbulda yashaydigan Uyg'urlar uchun qarindoshlik yetilish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatimizga Turkiya sobiq ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandi ishtirok qilgandan boshqa 3000 dan ortiq Uyg'ur qatnashdi. Yig'ilishda Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandim so'z qildi. Tashkilotlar Birligi boshchiligida Pokistonda qiyinchiligi bor bo'lgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlar uchun Sharq Turkiston Ko'k-Oy insoniy yordam jamiyatining vasitasi bilan ro'za hitliq yordam faoliyatida qarindoshlarimizga 200 kishilik ochliq yordami bilan ta'minlandi. Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandimning boshchiligida 25 aprel Anqarada maxsus ziyorat o'rinlashtirilib, Turkiya ichki ishlar ministrligida jiddiy uchrashishlar bo'ldi. 9 may Istanbulda Tashkilotlar Birligining 2023-yildagi 2-chi navbatlik kengaytirilgan kengash hay'ati yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Turkiyadagi Sharq Turkiston davosi ichidagi ommaviy tashkilotlarning mas'ullari va vakillari qatnashgandan boshqa Yevropa, Kanada, Avstraliya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston, Saudiya Arabiston va Pokiston qatorliq davlatlardagi ommaviy tashkilotlarning raislari, diniy ulamolar, akademiklar, oqsoqollar qatnashdi. Tashkilotlar Birligining qurg'uvchi a'zolaridan biri bo'lgan Sharq Turkiston Nuzugum oila va madaniyat jamiyati 6 fevral yer tavrash ofatining 100-kunida ig'ir ofatga uchirgan rayonlardan biri bo'lgan Hatay shahrini ziyorat qildi va ofatga uchirgan qarindoshlarimizga moddiy, ma'naviy yordamda bo'ldi. 14-iyul Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandim boshchiligidagi hay'at Anqarada 2 kunlik ziyoratda bo'ldi. Ziyorat jarayonida Turkiya parlament a'zolari va qo'lliq tashkilotlarning rahbarlari bilan ko'rishib, Turkiyadagi yangi saylovdan keyingi Sharq Turkiston masalasini muzokara qildi.
Falastin Ulumalar Birligi va Turkiya Dunyo Yörük Türkmenler Birligi Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligini ziyorat qilib, birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Mahmud Abbosning Sharq Turkiston masalasi kishilik huquq masalasi emas, balki Xitoyning terrorlikqa qarshi turish masalasi ekanligi to'g'risidagi so'ziga qarshi o'rtaq pozitsiya bildirdi. 2023-yillik Qurban Hayit munosabati bilan 30-iyun İstanbulning Safaköy rayonida İstanbuldagi Sharq Turkiston xalqi uchun cho'ng tipdagi hayitlish faoliyati o'rinlashtirildi. Bu faoliyatga Turkiyadagi har qaysi tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari, islom dunyosidagi tanilgan ulamolar va İstanbuldagi Sharq Turkistonliklar bo'lib 2000 ga yaqin mehmon ishtirok qildi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan İstanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida axborot e'lon qilish va keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Tashkilotlar birligi 3 oylik yozliq praktikant programmasini yo'lga qo'ydi. O'xshamgan 4 sohada xizmat qiladigan yosh praktikantlar uchun tonishtirish yig'ini uyushtirildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi 9-10 iyul kunlari Anqara Sharq Turkiston madaniyat markazida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'urlarni kutib oldi. 13-iyul Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining ishtirok qilishi bilan İstanbul valisi Davudgul apandining boshchiligida İstanbulda faoliyat olib borayotgan ommaviy tashkilotlarning vakillari bilan uchrashib, xizmat baholash yig'ini o'tkazdi. 2023-yildagi 2-chi qitimliq tashkilotlar birligining kengaytirilgan kengayish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda o'tgan 6 oy ichida olib borilgan xizmatlar doklad qilindi. Xalq diplomatiyasi va qarindoshlik yig'inlari to'g'risida olib borilgan programmalar haqida fikr almashtirildi. 2014-yili Ro'zahit mazgilda Yarkent rayonida yuz bergan ilishqu qirg'inchiligini xotirlash va Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yining diplomatik ziyoratiga norozilik bildirish uchun İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 31-iyul Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandim, birlikning Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un apandim va birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji apandimdan tashkillangan bir hay'at Yaponiyada Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun bir haftalik ziyoratda bo'lib, Yaponiyadagi davlat arboblari, parlament a'zolari, akademiklar va boshqa muhim shaxslar bilan uchrashib, Yaponiyadagi Sharq Turkiston davosining kelajagi haqida suhbatlashdi. Hay'at 8 avgust Yaponiyadagi haftalik ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 9 avgustdan boshlab Malayziya ziyoratini boshladi. Ziyorat jarayonida Malayziyadagi nuqtaliq universitetlarning mudirlari bilan ko'rishib, Uyg'ur o'quvchilarining har qaysi kasblar bo'yicha o'qishiga qulaylik yaratish masalasi haqida unumli suhbat o'tkazdi. Tashkilotlar birligi hay'ati 7-sentabr Anqarada bir diplomatik ziyorat olib bordi. Ziyorat jarayonida Turkiyaning muavin ma'rif ministri va ba'zi siyosiy partiyaning rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkiston davosiga munosabatli muhim masalalar muzokara qilindi. 23-sentabr Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik tashkiloti va tashkilotlar birligi tomonidan har yili o'tkazilib kelayotgan 15-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi va 6-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi 30dan ko'p davlatdan kelgan mehmonlarning qatnashishi bilan 22-sentabrdan 25-sentabrgacha İstanbulda ochildi. 29-sentabr İstanbulda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni tonishtirish maqsad qilingan bilamsiz temasida rasm ko'rgazmasi, leksiya va madaniyat faoliyatlari o'tkazildi. Faoliyat Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Turkiya insoniy yordam vaqfi yoshlar sho'basi, Milliy turk o'quvchilar birligi va yana bir qancha g'olliq yoshlar tashkiloti bilan o'rtaq olib borildi. Tashkilotlar birligi Sharq Turkiston ishg'oliyatining 74-yillik munosabati bilan Xitoyning İstanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. 22-oktyabr Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji apandim Al-Sharq munbirining 7-navbatlik xalqaro yoshlar yig'inida yoshlarning davodagi roli haqida so'z qildi. U Sharq Turkiston davosida haqida so'zlash orqali davo engining muhimligini ta'kidladi. 23-oktyabr Tashkilotlar birligi tomonidan 3 oy davomlashayotgan praktikant programmasi praktikantlarga praktikant guvohnomasini taqdim qilish murosimi bilan oyoqlashdi. 30-oktyabr Tashkilotlar birligining vakillari Yaponiyaning Tokioda o'tkazilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri tomonidan uyushtirilgan parlament yig'iniga qatnashdi. Yig'inda Yaponiyaning Sharq Turkistonlik parlament a'zosi Alfiya Iri bilan ko'rishdi.
Yaponiya ziyoratini muvaffaqiyatli oyoqlashtirgan Abdurashid Amin Hoji apandim Malayziyada bir qancha muhim uchrashishlarda bo'ldi. 12 noyabr Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatlarining 79 va 90 yilligini tabriklash murosimi o'tkazildi. 9 dekabr Malayziya ziyoratida bo'layotgan Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandim bilan birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji apandim Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan Malayziyadagi 3 qo'lliq tashkilotning 7-qitimliq umumiy yig'iniga qatnashdi. Bu qitimliq yig'indan keyin ziyorat heyetimiz Malayziya bosh ministri Anwar Ibrahim va tashqi ishlar ministri Zambiri Abdulqodir bilan ko'rishib, ularga Malayziya hukumatidan Sharq Turkiston masalasida kutilayotgan talab yozilgan bir parcha maktub sundi. 12 ayning 10 kuni Dunyo kishilik huquq xitobnomasining ma'qullanganligining 73-yilligida IHH Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Sharq Turkiston inson haqlari ko'zitish jamiyati va boshqa tashkilotlar bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda lager shohidi Gulbahor Jalilova xonim o'zining lagerdagi kechirmishlarini anglatdi. Birligimizning idoriy hay'at a'zolaridan biri bo'lgan Sharq Turkiston tashviqot va axborot jamiyatining raisi Abdulvaris Xotan Serbiyadagi islom dunyosi olimlari va diplomatlar bilan bir qancha muhim ziyoratlar elib bordi. Ziyorat jarayonida birligimizning faoliyatlari va Sharq Turkiston vaziyati haqida suhbatlashdi. 22 dekabr Sharq Turkiston Ma'arif harakatining rahbari, Sharq Turkiston da'vosi va tashkilotlarimizning ulni tiklashda zo'r kuch chiqargan ulug' olim Abdulhakimxon Mahsum hojimning vafot bo'lganligining 7-yillik munosabati bilan Abdulhakimxon Mahsumni xotirlash murosimi o'tkazildi. Ma'arif tashkilotidan barliq qarindoshlarimiz murosimga qatnashdi.